O't bu yoqqa. O't. Hey. O't. Uchta xo'razim bor, 15 ta tavug'im. 3 ta xo'raz bitta joyda bo'lish yomon ekan. Tez urishadi, qizg'anib. Tovuqlarni qizg'anib. Ertaga mana oq xo'raz bilan altdagi qizil xo'razni sotaman. Bu xo'razni olib qolaman. Qizil xo'razni ko'paytiraman. Dakan bo'lsa kerak bu. Ertaga ikkalasini sotib kelaman, xudo xohlasa. 15 ta tovuqda nechtasi kurk bo'lsa bu yil. Ana shu tovuqlarim 4 ta tovuqdan ko'paygan. Shu 4 taning ham bittasi kurk bo'lgan. Qolgan 3 tasi kurk bo'lmagan. 7 ta ochib chiqdi. 7 tadan keyin 3 tasimi kurk bo'ldi. 2 tasimi kurk bo'ldi. Xullas ko'payib ketdi 3 yilning ichida mana shuncha bo'lib. Agar taxminim 15 tadan 10 tasi kurk bo'lsa, 10 tadan ochib chiqsa 100 ta bo'lar ekan. Taxmin. Ha. Nima bo'ldi?